Bismillahni aytamiz va qozonimizga yog' qo'yamiz. Keyin esa mana shunday qiymalarni solib 5 daqiqa qovurib olamiz. Assalomu alaykum. Bugun ajoyib tushlik tayyorlaymiz. Mendagi qiymalar morozilikada muzlatilgan. Bundan foydalandim. Qiymalarni 5-6 daqiqa davomida xuddi shunday qilib salgina qizartirib olamiz. Keyin esa alohida idishga yog'idan suzib olamiz. Tayyorlayotgan retseptimiz makaron jarkob. Albatta buni juda ham ko'pchilik biladi. Qovurma makaronni juda ham ko'p tayyorlab ko'rsatib berganman. Bunisi esa ozginagina silliroq bo'ladi. Buni ham sizlarga taqdim etmoqchiman. Bir dona piyozni ham salgina qovurib olamiz. Ortidan bir dona bulg'or qalampiri. Har bir masalliqni oralig'ida qovurish jarayoni 3-4 daqiqa davom etadi. 1 choy qoshiqda so'yili sous va yana 2 donacha chesnakni ham maydalab to'g'rab yuboramiz. Uni ham albatta yog'ga solib qovuramiz. 2 dona kartoshkani ham kubik shaklida to'g'rab olamiz. Buni ham 5-6 daqiqa davomida qovuramiz. O'zingiz suygan ziravorlardan foydalanasiz. Men mana shunday kashnich urug'i va rolton tuzidan ham foydalandim. Juda ham ajoyib ta'm beradi. Tomat pastasi solamiz. Men uyda tayyorlangan oddiygina qizartiradigan soldim. Xohlasangiz magazin tomatlaridan ishlatishingiz mumkin. Tomat pastasini solganimizdan so'ng 2-3 minut davomida qovurib olamiz. Masalliqlarimizni va xohlagan ko'kat turlaridan ham to'g'rab solib qo'yamiz. Keyin esa 1 kosa makaronni solamiz. Makaronni ham yaxshilab yog'ga cho'miltirib olamiz. Keyin esa ustidan qovurib olingan qiymalarimizni solamiz va yarim litr atrofida suv quyamiz. Men har doim mar va zamzam suvlaridan foydalanaman. Sog'lik uchun juda ham foydali, filtrlangan. Hozircha tuz solmay turaman. Salgina qaynab chiqib olgandan so'ng tuz namaklarini yaxshilab ko'rib keyin solaman, chunki rolton tuzdan foydalandim va qiymani ham tuzi salgina o'tkirroq. Qozon qopqog'ini yopamiz va qaynab chiqqan ushbu taomimizni olovni pastlatib yarim soatga dimlab qo'yamiz. Retseptimiz tayyor bo'lguncha qishda topiladigan mahsulotlardan salat tayyorlab olamiz. Albatta taom bilan birgalikda iste'mol qilishlik uchun bir dona qizil sabzini mana shunday qirg'ichdan o'tkazib olamiz va turibni ham xuddi shu uslubda chiroyli qilib to'rkadan chiqarib olamiz. Bir dona kichikroq piyoz kerak bo'ladi. Piyozni ham yuqagina qilib shilib olamiz. Qizil piyoz bo'lishi shart emas. Uyingizda bor piyozdan to'g'rasangiz bo'ladi. Xohlasangiz ko'k piyozlardan foydalansangiz ham bo'laveradi. To'g'ralgan piyozimizni alohida idishga solib, ustiga qaynoqqina suvni quyib qo'yamiz. Shunda piyozni achchiqlari chiqib ketadi. Agar piyozni qaynoqqina suvga solib qo'ymasangiz, salatingiz juda ham achchiq bo'lib ketishi mumkin va piyozni achchig'i umuman boshqacha bo'ladi. Shuning uchun har doim xuddi shu uslubda yuvib yuboring. Turib va sabzini ustiga piyozni solamiz va ziravorlar bilan to'yintiramiz. Tabga qarab mayda achchiq qalampir solamiz va murch ham solishimiz mumkin va yana tuz solamiz. Orada taomimizdan bir qator xabar olib qo'yamiz, chunki tagiga olib qolishi ham mumkin. Tuzi mana ozginagina past ekan, men tuzni yana bir qator normal holatda qilib solib qo'ydim. Taom tayyor bo'ldi. Olovni o'chirib qo'ydim. Salatimizga esa 2 dona yoki 1 donacha chesnakni ham maydalab solib yuboramiz. Olma sirkasidan qo'shdim. Xohlasangiz oddiy uksusdan solishingiz mumkin. Yaxshilab aralashtiramiz. Ushbu salat uchun yog' yaxshi ketmaydi. Ko'pchilik salat yog'i solishi mumkin. Yog'da tez aynib qoladi salat.
Makaron jarko'pimiz mana tayyor bo'ldi. Judayam yetilib, zo'r bo'lib pishib chiqdi. Mana shunaqa tagida ozginagina suvlari bilan bo'lishi kerak, judayam qurib ketmasin. Tushligimiz tayyor bo'ldi. Endi dasturxonga tortiq qilamiz. Ta'kidlab o'taman, ko'pchilik buni makaron palov ham deyishi mumkin, lekin bu makaron jarko'p deb nomlanadi bizda. Chunki shunaqa suvliroq, selliroq bo'ladi. Makaron palov esa, ya'ni qovurma makaron esa har doim makaronini alohida qaynatib olib, keyin qovuraman. Yoki bo'lmasa masalliqlar bilan birgalikda qovurib, ozginagina suv qo'yaman. Bunda esa yarim litr suv qo'ydim. Barchaga yoqimli ishtaha tilab qolaman. Albatta obuna tugmasini bosib qo'yasiz. Yangi kelgan mehmonlar bo'lsa, sizlarni barchangizni Allohimga omonat qildim. Albatta tayyorlab ko'ring.